Assalomu alaykum, hurmatli Marhamat chorva kanali obunachilari, hurmatli sigir chorva ishqibozlari, aka-uka ishqibozlar. Bugun sizlarga Andijon viloyat Marhamat tuman Qipchoq mahallasidan sotiladigan 3 dona bo'g'oz sigirimiz bor. Shularni sizlarga bittadan anzor qilib o'tib ketamiz. Videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib, obuna bo'lmay kuzatayotgan obunachilarimiz bo'lsa, obuna bo'lib, like'lar qizartirib tursanglar, xudo xolasa sizlarga yaxshi hamda sifatli sigirlarni ko'rsatishda davom etamiz. Sotiladigan birinchisi qadrdonlar, ikkinchisiga ham usta bu. Kuragi yo'q, qadrdonlar g'unajin. Kuragi ikkita ekan, qadrdonlar 8 oylik yoshlar, o'ta yosh ekan mana qadrdonlar. Bola oma to'nga deb bo'lib tegyapti qadrdonlar, xudo xolasa xijolat qilmaydi. Bo'g'ozligiga garanta, o'zim noldan mol qilib olaman deydigan qadrdon hojona, hojotalarga olib berib, qudirib olib, sutini sog'ib ichaman deydigan obunachilarimizga rosa tushadigan mol qadrdonlar. Ama bo'ylari ham kichkina, ixcham, cho'ntek bob, hamyonbob, dehqonbob, hamma bobidan bo'ladi qadrdonlar. Xudo xolasa narxini oxirida aytib o'tib ketamiz. Keyingi molimiz qadrdonlar. Bu molimiz nechinchisiga usta bu? 4-inchisiga tish bosmagan a? Tishi yarab qolibdi qadrdonlar. Xudo xolasa bu molimiz ham 3 oylik bo'g'oz deyapti qadrdonlar. Xudo xolasa sutlari ham bor ekan, xudo xolasa. 4 tami suti, 5 tami? Nechta sutga bu? 7 ta sutga qadrdonlar. Xudo xolasa mol ham bo'g'oz ham suti boridan so'ragan obunachilarimizga rosa tushadigan chiroyli qorasidan, yelilari oqidan bo'lsa, maza qilib, baqib ko'z qilib baqaman degan obunachilarimizga rosa tushadigan xo'tinaslarga qadrdonlar. Omon mol haqiqatda go'zal, haqiqatda chiroyli mol ekan. Pullari yengil bo'lsa, nech pul narxi usta buni? Buni narxi 17,5 million so'm. 17,5 million so'm, ozgina kami bor. Telefon nomerlarini pastda qoldiramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqib bexijolat telegramlarga yozib, rasmlarni so'rash kerak bo'lsa, bexijolat yozib olaverasizlar. Qadrdonlar, xolos 17 million 500 ming so'm. Nargisi-chi? 23 million 800 ming so'm, ozgina kami bor qadrdonlar. Xudo xolasa yaxshilab so'rasanglar, yana kelishtirib dastavkalarni vodiy bo'ylab qilib beradi, xudo xolasa. Qadrdonlar, mol o'ta chiroyli, mashinasi ham semiz, ham bo'g'oz, xudo xolasa ham kuchligilar ekan qadrdonlar. Buqa olaman degan qadrdonlarga xudo xolasa mana bitta kuchli buqamiz bor. Buqani ham mana buqasida bor mol. Haqiqatda yemla maza qilib baqib, xudo xolasa yaxshi foyda qilaman deydigan obunachilarimizga rosa tushadigan buqayu bu. Bu buqani turishini qarang, jigar olma bor. Tapalaq bo'lib ketganda buqa hali yosh, hali bo'zek bu. Ama yemga tashlasangiz bo'laveradiganidan. Xuddi ama ko'ryapsiz o'zingiz buqani qadrdonim. Buqa haqiqatda chiroyli, haqiqatda go'zal, yaltirab yotibdi mana. Bu hali taralmagan. Bitta tarab turib chiroyli siz qadrdonim zo'r bo'ladi. Qurbonlikka xudo xolasa buqa so'yaman deydigan boy akalarimizga rosa tushiradigan xo'tidan qadrdonlar mana. Puli yengil. Narxi nech pul buqani aka? 24 million 500 ming so'm dastavkasini yana qilib beradi. Qadrdonlar, qatta ko'rgansizlar, 24 million 500 ming so'mga buqa hech qayerda yo'q mana. Qurbonlikka so'yaman degan akalarimizga savobiga sherik bo'lamiz. 24 million 500 ming so'm, 26 lik buqa bu o'zi. Qurbonlikka so'yaman degan obunachilarimizga berib yuboramiz. 24 million 500 ming so'm kami bor, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Mollar hali serob, qanaqa turdagi mol kerak bo'lsa bexijolat so'rab olaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizning kanalga obuna bo'lib kuzatsanglar, biz dehqonlardan, yaxshilardan, sifatlilardan ko'proq chiqaramiz qadrdonlar mana.